Agar deyaptilar Rasulimiz alayhisalom, bir mu'min banda 40 yoshga kirsa, bu gap azizlar mu'min, musulmon, taqvoli banda haqida ketyapti. Xaffafallohu hisabahu dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shu bandani Alloh hisobini yengillashtirib qo'yar ekan. İçinizde 40'a kirganlar bo'lsa, Allohga shukr aytishimiz kerakki, Alloh bizni hisobimizni yengillashtiryapti. Hali aytganimdek, o'zi umr beryapti va o'zi buni mukofotini ham beryapti. Va idza balagha 60 sana razaqahullohu inabata ilayh. Agar 60 yoshga kirsa, Alloh uni inobatga rizqlantirib qo'yar ekan. Tavba qilishlikka, tariqat, yaxshi yo'lga yo'llab qo'yar ekan azizlar. 60 ga kirgan odamda o'z-o'zidan mana shunaqa to'g'ri yo'l, taqvo, muhabbat, go'zal bir axloqlar, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning tariqatlari u odamning qalbiga kira boshlar ekan. Buni o'sha yoshdan o'tganlar o'zi yaxshi biladi. Alloh o'zi ilhom berib qo'yadi. Idza balagha 70 sana, agar 70 yoshga kirsa, ahabbahu ahlus samo dedilar. U insonni samo ahli yaxshi ko'rib qoladi, ya'ni farishtalar yaxshi ko'rib qoladi. Uyingizda 70 yoshga kirgan otangiz yoki onangiz bo'lsa, bilingki, sizni xonadoningizda osmon ahli yaxshi ko'radigan bir zot bor. Shuning uchun ham ularni yuziga qarasangiz bir farishtalik bo'lib qolar ekanda. Go'zal bo'lib qolar ekan, nur, munavvar bo'lib qolar ekanlar. Chunki o'sha ahli samo yaxshi ko'rganligi uchun. Idza balagha 80 sana, mu'min musulmon bandaga Alloh umr berib, ibodatli go'zal hayot berib, taqvoli hayot berib 80 yosh bersa, tabbatallohu hasanatihi va maha anhu sayyiatihi dedilar. O'sha bandani Alloh qilgan barcha savob amallarini daftarida sobit qatarib qo'yar ekan, gunohlarni o'chirtirib yuborar ekan. Ilohim hammamizni mana shu yoshga Alloh nasib qilsin.